Homiladorlikda foydali vitaminlar. B9 vitamini, folat kislotasi. Bo'yningizda bo'lganini bilgan zahotingizdan boshlab ratsioningizni B9 vitamini bilan boyiting. Bu vitamin homila umurtqa pog'onasida tug'ma nuqsonlar yuzaga kelishining oldini oladi. B9 vitamini to'q yashil sabzavotlar, ko'katlar, shuningdek sabzi, qovun, qovoq, lavlagi, tuxum sarig'ida bo'ladi. B6 vitamini. Homiladorlikning 8-haftasi tugayotganda ertalablari ko'ngil aynishlar, oyoqlarda tomir tortishishi va ayniqsa asabiylashish kuzatiladi. Ana shunday paytda B6 vitamini yordamga keladi. Bu vitamin homila markaziy asab tizimi to'liq rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Umuman V guruhiga mansub vitaminlar non, karam, loviya, grechka, yong'oq, baliq mahsulotlarida bo'ladi. Magniy va A vitamini. Homiladorlikning 11-haftasidan boshlab homila suyaklarining o'sishi tezlashadi. Tug'ilajak mittivoyning bo'yi, og'irligi, boshining hajmi onaning ayni shu davrda magniyni qancha iste'mol qilganligiga bog'liq. Tarvuzni magniy xazinasi desak ham bo'laveradi. Shuningdek, anjir, bodom, banan va to'q yashil sabzavotlarda ham magniy ma'lum miqdorda bo'ladi. A vitamini esa ona va bolaning bo'g'imalarini mustahkamlaydi. A vitamin baliq moyida. A vitamin baliq moyida, jigarda, tuxum sarig'ida, yangi sog'ilgan sut va sariyog'da, qolaversa sariq rangli mevalarda bo'ladi. D vitamini va omega 3 kompleksi. Ikkinchi 3 oylikdan boshlab kayfiyatingiz yaxshilanadi. Ko'ngil aynishlardan xalos bo'lasiz. Homila esa deyarli butunlay shakllanib bo'ladi. Bu davrga kelib raxitga qarshi D vitaminiga alohida e'tibor qarating. Bu vitamin quyosh nurlari ta'sirida ona terisida ishlab chiqariladi. Quyoshsiz mavsumlarda esa uning dori shaklidagisini qabul qiling. Omega 3 barcha baliq turlarida, baliq yog'ida, tuxum sarig'ida, sut va sut mahsulotlarida mavjud. Temir moddasi. Homiladorlikning 22-haftasidan boshlab ona organizmini temir moddasi bilan boyitish tavsiya etiladi. Agar quyidagi mahsulotlarni doimiy ravishda iste'mol qilsangiz, dori ko'rinishidagi temir preparatini ichishga hojat qolmaydi. Ratsioningizga mol, tovuq va kurka go'shtidan tayyorlanadigan taomlarni ko'proq qo'shing. Shuningdek, loviya, olma, quruq mevalar ham temir moddasiga boy.